Savoqdaşlar, bugün biz Qurban Tulumning mavjudligini ko'rganligi haqidagi darsni o'rganamiz. Qurban Tulum Şinjandagi Namrat Uyg'ur dehqon bo'lib, u 19-asrning oxirgi yillari Janubiy Şinjanning Keriya noyasida tug'ilgan. Uning mavjudligini ko'rish uchun eshakka minib Beijing qarab mang'anligi haqidagi hikoya ta hozirgacha xalq orasida keng tarqalib kelmoqda. Qurban Tulumning Beijingga safari. Qurban Tulum nima uchun mavjudi bilan ko'rishmoqchi bo'ladi? Eshakka minib Beijingga bog'il bo'lamdi. Muallim, deganlaringizdan hammasi rostmi? Savoqdaşlar, hozir biz Qurban Tulum mavjudi bilan ko'rishdi degan yangi darsni boshlaymiz. Yetişmeyeler! Tez! Attın şuna! Hop! Bölünüp bizden la! Hop hop! Bu bandit Turgayyaga o'xshamaydi o. Bu divan Turgay ekan. Dishuji, diqqat qilib. Baba, boldi qilib, boldi qilib. Diqqat qilib, boldi baba, diqqat qilib. Boldi, Dishuji, saqlangansiz. Boldi qilib, baba, boldi qilib. Bu qayerni qara, shuncha egiz yerni sakragan. Xuddi maymunga o'xshash. Uyg'ur qayrindosh. Necha yoshga kirdingiz? 50 yoshga? 60 yoshgami? Onu boş dövdünglar. Leşuci, u bek bo'ldi, boş dövding. Aqsaqal, siz qayerlik? Bova, biz bo'lsa Jungo Xalq Ozodlik armiyasi. Qaranglar uning yomonligini. So'shaylar. Endi uni ching'iroq tutmasanglar bo'lmag'idek. Ay bala, kent başlig'ini chaqirib kelinglar. Bu inim Qurban Tulum'a. Qurban inim. Siz qandaq bu halga tushib qoldingiz? Gap qilmaysiz-ku. Rostli Qurbanka, men xatolashmadim. O tehi hayotgan emasmi? Qurban hayotgan. Qurban inim, siz rostli hayotgansiz-ku. Qurban inim beni tanib oldi. O meni Yunus deb chaqiribdi. Leşuji, yaxshimisiz? Biz uni to'g'rilikdan tepib oldik. Shuncha gap so'rsaqmi, to'g'ri g'az degandan boshqa eshitmadim. To'g'ri g'az? To'g'ri debdi. O bizning mahalladan ismi Qurban Tulum. Onu öldü degili 17 yıl bo'lib edi.
Mana siz onu tirik əpkəpsiz emasmı? Bu dünyada yanıla kompartiya qudretlikkan. Değnek kara. Kara. Yavu, bilep buldun mu? Kara. Kendin vuruşa katnaşka vaktimde şıcağım menin bir aygıcı saklımını amağımını görüp bu usturunu bana soğuk kıgamdı. Taga, bu yak gelin. Bu yak gelin. Gelin. Kara. Bökünüzü kiyiverin. Taga, tamak çekin. Çekmemsiz? Bugünden başlap siz muş yerda tursiz. Endi heliqi to'g'riliqdagi kabida hargiz turmaysiz. Taga! Kerak. Bu yoq sizlarning kent boshlig'inglar qandaqli ehtiyojingiz bo'lsa, uninga desangiz bo'laverdi. Qurban taga, men Barat. Ko'l bo'yidagi Ahmet'nin oğlu. Osman Bayço. Davatqınınız heliqi zombigar pomichek Osman mı? O zarbisini yedi. Biz o egallab olgan uylaringiz bilan yerlaringizni sizga qaytirib bermoqchi. Enim Qurbanning uyidikilari bu mahallada hammadan bak azob chekdi. Yer zaminlaridan ayrildi. Onun xotin ballarini Osmanbay bulab ketdi. Nega haydivatdikin tam? Hech kim bilmaydi. Osmanbay degan ablahni men cho'qim o'ldiruvdimi? Qurban taga, hozir biz ozod bo'ldik. Hammamizga kun tug'ildi. Qaysi uyni ko'nglingiz tatsa, shu uyda o'tirib. Biz nima yesak, siz mu shuni yeysiz. Biz bani tang talishib pishildimiz.
Kurban tulumgu. Siz zaten nima odam? Nima ishqi meni tutib olasiz? Qurban tağa. Qurban tağa, kirim. Bu elə Osmanbayning uyigu. Endi sizning bo'ldi. Nima dedim? Kompartiya bu uyni hozir sizga taqsim qilib berdi. Mama. Ha? Tağa, bugünden başlap bu uy sizning bo'ladi. Ha? Aras, tağa. Sizga bu uyni taqsim qilib qolmay, yana yarmi taqsimlab berdik. O zodi kim? O degan Li Shuji. Bizning Keriya nahiyalik partikumining shujisi. Li Shuji degani nimasi? Ha, Li Shuji o Kompartiya a'zosi. Kompartiya. Bugün ben köpçülükке bir ishni jakalamoqchi. O'tgan yili 10 oyning 1-kuni Mao Zedong Beijingdagi Tiananmenda butun dunyo xalqiga tantani bilan Jonghua Xalq Jumhuriyati qurilganligini jakalagan. Kompartiya yashsin! Yashsin Mao Zedong! Endi bu memleket bizdek xalq ommasiga mansub bo'ldi. Biz jafokash yo'qsullar qad ko'tirimiz deydi ekanmiz. Oldi bilan yer inqilobi ep berishimiz kerak. Yer inqilobi degan nima? Bu bo'lsa-mu boy pomichiklar bizdan elvaga yerlarni tortib olib, qaytadan xalq ommasiga bo'lib berish. Yashsin Kompartiya! Yashsin Kompartiya! Yashsin Mao Zedong! Yashsin Mao Zedong! Yerga erishib, haqiqiy xo'jayin bo'ldingiz. Vaqtni ching tutib, yerlarni terib oling.
bo'ldi. Yerni taqsimlab berganga qo'shilmagan o'qishmamsizlar. Qandaqli gapinglar bo'lsa deyaveringlar. Osmonboyning ko'zi yana mushaq tusharmikin? Uning qilish miltiqlari bor. Yana o'g'li bor. Boy texi hayot bo'g'ini bilan, lekin bu yerlar uning emas. Yerni qandoq terib, qandoq yashash biz yo'qsullarning o'zimizning ishi. Li Shuji. Banditlarni bo'ladi ekan, boypomchilarni yo'qoldi degili bo'lmaydi. Qurbon tulumdek azob chekkan fuqarolar bu haqiqiy turda qad ko'tarmaydi. Jirolar. Eg'iz shakli o'xshadimi? Eg'izi undaq yo'g'on emasdi. Bildim. Qarab beqla. O'xshabdimi? Bu sal semiz bo'lib qopti. U o'ruraqdi. Lekin bek chiroyliqdi. O bir namrat oilaning qizi bo'lib. Men bilan to'y qilgandan keyin men buni tuzukroq boqolmadim. Kundi degudek qoq jigidi yeb jafoliq turmushlarni o'tkazgan. O to'liq yaxshi ayol edi. Boyning uni bulab ketganiga qancha yil bo'ldi? 17 yil bo'ldi. Osmonboy uyim bilan yerimni egallab olish uchun meni balchaqsiz qoldirmoqchi bo'lib, ularni bulab ketdi. Ular hayotli bo'ladi ekan. Cho'qim tepiladi. Hozir butun mamlakat ozod bo'ldi. Odam izlamakmi oson? Mana bu sizg'inangiz yaxshi bo'pti. Men qo'shinga yangi qatnashganda tashviqot atratiga bo'lingandim. Atrat boshlig'imizdan rassomlikni o'rganib olgan. Mana bugun as ketib qoldi. Daga. Eng yaxshisi yerni vaqtida terib bilan. Terilg'i pasli o'tib ketsa, 1 yil kechikadigan gap. Ha? Siz meni Osmonboyga yer terib ber demoqchimi? Men sizga u yerni o'zingizning deb aytgan-ku. Suv kes tashqalada o'smikas qosh debdi-kan. Mana amdilikda sizlarmi ketimiz o'tsizlar. Biz faqat nahiyaga boramiz. Hargiz biraqli ketib qolmaymiz. Biz yana sizga xotin bolalaringizni tepib beramiz. Sizlar bu uyda mangulik o'tirsizlar. Xiaojian. Ha? Bu e'lonlarni chaplayib o'tinglar. Bir xabar bo'lsa, menga darhol aytinglar. Bo'ldi. Kang Shuji, yaxshimisiz? Biz Uyg'ur tilini o'rganayotgandik. Butun kuchim bilan tirishiman. O rasmlarni men birsidan avatib etdim. Ancha o'xshatibsiz hammadan. Shundoq yaxshi bo'pti. Xotirjam bo'ling Kang Shuji. Biz cho'qib onunga obdan qaraymiz. Xo'sh hamsan. Xiao, Ha? viloyatdagi Kang Shuji viloyat tavasida zomigar pomshiklar vayron qilib etgan ona bolalar intayin ko'p. Rassomlarni bir qancha taklif qilib, ularning rasmlarini sizdirib, yuzlarcha nusxa ko'paytirib, viloyatning hamma joylariga chaplab, cho'qim ularni tepinglar deydi. Hop. Yaralabsiz. Hech qisi yo'q, so'ngkim zaxmlanmadi. Aylanib o'tib kentga boraylik. Sizlar nahiyaga berib qismni boshlab kelinglar. Bu banditlarni cho'qim to'g'ri tushiraylik. Ularni qochirib qo'ysak bo'lmaydi. Hop. Og'riyotamdi. Xiao, ortib o'tmang ha. Kent boshlig'i, Qurbon tog'ni chaqirib kiring. Ma'qul.
turib so'zlayver. Ma'qul. Bunchalik yaralanganga ishnim bo'lmaydi. Qurban taga, biz ayolingiz Hashixonning derigini oldik. O dal bizga qo'shna Niyi nahiysi degan. Hashixonni da otamsiz. To'g'ri. O tepildimi? Xabari keldi. Anlasam siz Hashixonning sirtini tamlarga, taxtaylarga, daraxtlarga choplab o'tibsiz. Hamma odam Hashixonning sirtini ko'ribdi. Shundaq bo'lgandila, andin uning xabarini ola olamiz emasmi? Qurban ukam ayolini seg'inibdi-da. Hashixon to'limi yaxshi ayoldi. U haqiqatan Qurban enimizning aqidasida o'ltirgandi. Akila. O yetişi ötketti. Hashixonning yonida men bormi yo'q bo'ldi. Hozirga 9'umda, lekin ayol kishi yo'q uydan bo'ron uchib turdi ekan. Andish qilmang taga. Hozir sizning uyingizmi, yeringizmi bor? Sirtqa chiqsangiz minadigan eshigingizmi bor? Hashixonni akilib olsangiz, hozir halovatda yashamamsizlar, ha? Shu chaqda Hashixonning bo'yida qolgan. O 7 yil bo'ldi. Agar o'g'il bo'lgan bo'lsa, o cho'pchung yigit bo'lib qoldi. Qiz bo'lgan bo'lsa, onasidek chiroyli qiz bo'ldi. Uni hech ko'rib baxmadingizmi? Yo'qay. Osmonboy Hashixonni tutib ketgan chaqda u tixi onasining qo'zg'ida tursa. Qurban taga, xotirjam bo'ling. Olamning o'chida ketgan bo'lsa-mu, oilangizdagilarni cho'qim tep berman. Taga. Taga, men so'rab chiqdim. Hashixon dal mushu ko'chada o'ltirdi ekan. Noilik hukumat ishxonasidagi Van Modier yig'indi ekan. U bizni birdam saqlanglar deydi. Umi bilib bormoqchi ekan. Oldimizdagi osh ko'chishimi? To'g'ri. Undaqda o'zimni baray. Taga, umi bilib borsa yaxshi bo'larmikin? Van Modierning deyishicha, Hashixon qiz tug'ibdi ekan. Qizi 16 yoshga kiribdi. U qizining ismini Oygul qo'yibdi. Oygul dedingizmi? Ha. Undaqda o cho'qim to'lin oydak chiroyli qiz bo'pti-da. Bu ko'chadagilarning deyishicha, Oygul naqshi usulga bekli usta ekan. Oygul. Taga, sizlar Aygulni izdamla? Qaysinglarning ismi Oygul? Taga, Aygulni izdamla. U hozirla ketib qoldi. U ahu tarafda. Aygul, bir sizni izlaydi ekan. Aygul, bir sizni izlaydi ekan. Chaqan bo'ling. Meni izlagan kim? Ovozi nima degan yiqimliq. Taga, meni izlaganmidlar? Ismingiz Oygulmi? Ha. Onangizning ismi Hashixonmi? Ha. Men dal Hashixonni izlab kelgandim. Meni chapsan onangiz bilan ko'rishtiring. Anam uyda. Bek o'xshabdi. Nimda vatala? Qalaymiqan so'zlamam. Ishonmay o'tamsiz. U mening qizim tursa, Nima? Oldirmay turing. Avval aniqlab olaylik. u cho'qim mening qizim. Tushimda ko'rganim bilan o'xshash. Siz chapsan berib onangizni tep keling. Bizning muhim ishimiz bor, ha? Ana! Onangiz yo'q qizim. Boy chiqib ketgan. Hashixonni izdamtida. Shunda Hashixonni izlayman. Sizlar bu qizni o'zlarining qizi deb otamlar. O'z vaqtida Hashixon mendan ayrilganda uning qo'zig'ida batdi. Ko'zimdan yo'qol. Hashixonning sen bilan hech qanday munosabati yo'q. Ko'zimdan yo'qol. To'xtab turing. Oldirmay turmamsiz, o gapini qilyapsiz, ha? Senmi yo'qol. Yo'qol. Sizni men yiqityaptimmi? Meni siz yiqitmayapmidingiz? O ishtiryapti. Qapa qo'sh, ko'zi ochiq, qarg'o. Uni nimaga qo'ltay qilsan? U degan jahondagi eng yaxshi odam tursa, ha? Ko'zimdan yo'qol. Memandaq yo'lsiz odamsiz. Uning dili sunuq tursa, o gapini qilyapsiz bo'lmamdi? Gapingni olmayman. Bu mening qizim
tursa qandaq siz onu o'qoqdak, ha? Xatmıslar. Ot! Bizning Aygülni sen oşu odamdan topganmisan, ha? Sen qachondan beri boshqa erlar bilan ish-pesh tortishib yurganding? Men seni o'ldiruvdiman. Mamma, baqaxun, sizlarga men 14 yoshimda tushganman. Mening qandaqligimni sizlar bilmamla. Sizning ismingizmi Hoshixonmi? Bu ko'chada yana mendan boshqa Hoshixa bormidi. Biz izlayotgan bu ayolning ismimi Hoshixonti. Ay, sizlar xatolashibsizlar. Agar mening xotinim Hoshixon sirti boshqa erlar bilan ish-pesh tortishib yuradigan bo'lsa, men uni bo'g'izlab o'taman. Beşuci, kayfiyatınız pek düşkün. Qaraganda belikiniz yana og'riyotgan o'xshaydi, ha? Hech qisi yo'q. Xotinimni izlashga men oldirsam, siz mendan da kerak oldiryapsiz-ku. Xuddi Hoshixon sizning xotiningizdek. Siz aldırğanğa men mi aldırışım kerakdi? Beşuci, siz xuddi Tangri avatgan elchiga o'xshaydi ekansiz, ha? Qara, deyotgan gapingizni men Kompartiya avatgan kommunist. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ay, qurban. Endi gapsiz-ku. Çataq chiqdi. Osmonboy otliq askar boshlab kelarmish. Uning dahi qurollari mi bor deydi u. Amerikalıqlar Çavuşanga hücum qilganmish. 3-chi qatimliq dunyo urushi patlig'idak. Shinjong hayal bo'lmay, mustaqil bo'lg'idek. Şinjan mustaqil bo'ladi ekan. Quruq gap. Osmonboyning yerlarini taqsim qilib o'tkazishga u to'polon ko'tarmoqchi bo'pti-da. Kompartiya degan yaxshi. Uningga har qanday boy tankilamaydi. Kompartiya hamma millatning, shundaqla biz ko'pchilikning. Ashu chupranda Osmonboy kompartiyani aldira olamdi ekan. Bundaq degili bo'lmasmiki? Bu qitim ularga Amerika yariyolak bo'lib o'tibdi. Shundaq, ular kompartiyaning gapini olganlarning hammasini tutqudek. Qani kim shunday qiladi ekan? To'polonchilar keldi! To'polonchilar keldi! Voy, qandoq betlashdi? Men sana o'ktib qo'yay. Mana bundaq betlaysan. Ko'rdingmi? Ha? Bir oldu. Voy! 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 Beşuji, telefon simini kesib yutibdi. Men chiqib qarab baqay. Çavu. Ahval ciddi. Vazifeni çokum orunuşun gerek. Hop! Çavu. Bak! Barkı çıktım bözüp çık. Ben seni kovdayım. Hop! Yes! Haydi hükümet çocuk bulunma! Kız bulunma! Qizdirib ketdi u. O degan ot. Ay, kent boshli ko'rinmaydi bu. Bu ne ketgandi? U bugun tushdan keyin xabarni anglabla yo'qolib ketdi otam.
Tama aka. Ukam Qurban. Lishuji bilan ko'nglimiz xeyli yaqin-ku. O'zimiz bir nima demamsiz? Ma'qul. Yurtdoshlar, yer zaminlarimizni qo'dash uchun biz cho'qim noyaga berishimiz kerak. Tayyorlik bitdi. Arka oynağı çekin ola. Ben koktayman. Makul. Qarindoshlar, olg'a! Lishuji, cho'q qo'shin yetib keldi. Şavu. Yoldaşlar, alma! Kurban tağa. Lishuji, Bu yer kurban tağımız boludu. yaxshimisiz? Yoldaş. Bu kuralımız kaltısken bu. Buni derhal ketminingizga sap qilib bilan dehqonchilikning vaqti o'tib ketsa bo'lmaydi, jumi. Ma'qul. Hey, yaralanmagansiz. Yaqay. Sizdek yaxshi odamlarni o'z panohida saqlaydi u. Meni xalq ommasi qo'llab qoldi. Hey Peri. Bu yerda nemizda o'tsa. Men hojatxona izlayotgandim. Shundaqmi? Tağa, Shavu, u oyoqqa qochdi. qolala. Tağa, yaralanmagansiz. Yaralanmadim. Tağa. Ha? Bu qatim
Birer muhim iş bilen kelgende kılısız go. Ha? Biz uchun sizning ishingiz hammadan muhim. Taga, bu qatam Rastulla ayolingizning xabarini oldim. Bu qatam hammani aniq so'rab oldim. Bu Hashixammo dal mushu To'g'rig'az kantidan chiqib ketgan ekan. Uning o'z vaqtidagi erining ismimi dal Qurbon Tulum ekan. Tezroq tayyorlik qilmamsiz. Bu qatam haqiqiy Hashixamni topdik. Xotirjam bo'ling, endi hargiz zarba yemaysiz. Tıkır kılıcıyız bana kavar çıktı.
Hem soğuk, hem tatlı, hem çüçmelke. Ekelim. Leşuci. Ben sizden bir gapni so'raydigan. Ondan olsa qani so'ravering. Siz keç gündüz biz Uyg'ur dehqonlar uchun xizmat qilyapsiz. Bu nima uchun? Men o'z odamlarimiz uchun xizmat qilyapman. Hozir butun Jongo puhralari o'ziga o'zi xo'ja bo'ldi. Men xo'jayin bo'lalamdim. Albatta. Kompartiya butun mamlakatdagi jafokash xalqni o'z-o'ziga xo'jayin qiladi. Bu dunyoda hamma odam barobar bo'lishi, boylar bilan yilliqchi dehqonlar bo'lmasligi kerak. Hamma odamni o'z kuchiga tayanib mehnat qilish, emgak mevsidan bahramon bo'lib, ro'naq tepish huquqi bor. Bu yo'lni sizga kim ko'rsatdi? Kompartiya mavjushi. Ikki odammi? Yo'q, bir odam desak bo'ladi. Mavjushi. ishxonamizdan temir chaplab qolgan hiliqi odam shumi? To'g'ri, u dal mavjushining surati. Uni burun dehqonmidi. Siz qandoq bilasiz, ha? U xuddi menga qarayotgandek tuyulib ketdi. Amsi u yerning dehqonning jini ishkanligini, yer bo'lmasa dehqonning qad ko'taramaydiganligini bilar ekan-da. Shundaqmi? Shundoq, mavjushi burun dehqon edi. Hey, Leşuci. Ben sizden bir gapni so'rab boqay. Ikkimiz akfukumu emasmi? Albatta. Amsi nimishqa xotiningizni menga ko'rsatmaysiz? Ayolim ne demsiz? Men kun bo'yi aldirashib olgandan keyin u bu yerga kelgan taqdirdami uning holidan xabar ololmayman-da. Aslida uning ayoli yo'q ekanda. Qizlar. Sen berib boqsa. Nima? To'g'ri, berib boqsizlar. Ma'qul, ma'qul. Nima qaraydi apamlar? Qizlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, hamma? Yaxshi. Sizlar bu yerga yolg'iz keldinglarmi? Shundoq, yolg'iz keldik. Sizmi yolg'iz keldingizmi? Yaxshi. Sizmi yolg'iz keldingiz? Shundoq. Sizmi tanhomi? Sizlar bu yerga yolg'iz kelibsizlar-da? Shundoq. Hammamiz yolg'iz keldik. Yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Sizlar bu yerdan ketmaydigansizlar? Ketmaymiz. Biz bu yerga xizmat qilg'ili kelgan, ketmaymiz. Ketmasanglar, texim yaxshi bo'lg'idek. Bek yaxshi bo'ldi. Bu uning nima degani? Bilmadim. G'arb tarafdagi bir necha ig'iz uyni pokiz tozalanglar. Qarvatqi paxalni ko'proq silinglar. Qizlar to'nglab qolsa, so'rig'ini sizlardan olamanchimi? Leşuji, xotirjam bo'ling. Mangayli. Leşuji, men Leşuji. Ammo tag'la bir xo'shallik ish bormidi? Leşuji. Siz qandaroq ayolni yaxshi ko'rsiz? aq suzuqnimi yoki bug'doy o'nitnimi? Semiznimi yoki o'riqmi? Egiznimi yoki pakanimi? Tag'lari menga hech qanday kerak emas. Men allaqachon o'ylinib bo'lgan. Ondaqda ayolingiz bor ekanda. Ba, nahiyadagi yo'ldoshlarning hammasi biladi. Acaba biz ko'rmadik-ku? U bu yerda emasmi? O mo qismda shunda qo'ygan ekan albatta ko'ramaysizlar. Ha, bu gapcha siz bu qismga qaytdi ekansiz-da. Yo'q. Men qaytmayman. Ayolim kasb almashtirib bu yerga kelmoqchi. O yo'lga chiqib bo'pti. Ya'ni 3 kundan keyin bu yerga yetilishi mumkin. Siz rost o'ylanganmi? Meni aldimgansiz. Tag'a, men sizni qachon aldab boqqan? 3 kundan keyin kelamda. To'g'ri keladi. Jiranglar, mayli, jiranglar. Hey, ben 3 kundan keyin ayolingizni ko'rgili kelaman. Ha? Ko'zingiz ko'rmamsiz.
hoşi. Tağa, rastlalı kepsiz mi? Kani, öy kirin. Ayağınız yok mu? Kani, öy kirin. Yok, müşteri sözü şeydi. Ayağınız kani? O neymiş ki sizge hemra bu mu de? Ben çakırımdan artık yol tursa, kelimen dep de kegili olmaz. 3 gün degendiniz go. O çağda tahminen şundaq dep koygan. İş qilib, bugün kemise, ertügün kep qilishi mumkin. Qani, öy kirin. Bo'ldi. Sizge men kaşılı bulmay, ha? Siz işinizde qilavering. Mening mo o'zim qiladigan ish bor, ha? Hazır mı tavuz var mı? O bulturqi. Hozirgacha saqlangan. Yezimizning bek tatlı. Saklamak asan emas şu. Bunu sizge akamidim. Kirib keting. Ma'qul. Doğru. Yol yapmadan siz. Kira. Dağa, endi o köygensiz. Bana bu yak mening ayalım can yufa. Tağa, yaxshimisiz? İşkir kırınla. Bu rasıl sizning xotininizmi? Xotinning mi yalg'ini bo'lamdi? Meni oldimoqchimi? Sizni nima deb oldiga deyman? Hey, ne qilgansiz bu? Boshqalardan hech bilmamsiz. Bu yoqqa kelib tavziyanglar. Bu yerdagi yurtdoshlar o'tgan yilqi mevalarni bu yil 5-oygacha saqlay oladi ekan. Shundaqmi? Qurban tag'am bu tavuzni alayda sizga akapti ekan. Men yeyman desam, bermadi. Rostmi? Tarliqmikan? Tatlı ekan. Siz ketmaydigansiz? Ketmayman. Keriya naisiga xizmat almashtirib keldim. Bir umr mishat turman. Yaxshi, bek yaxshi bo'pti. Siz ketmagandan keyin men asti keta olay. Sizlar Bu uning nima qilgani? O men ketdim, sizlar uyda xotirjam yayrab yuringlar demoqchi. Voy! Qilma. Mami chiroyli ekan.
Berip gelin. 종고. Аны тұпырақ. Anı tıpıra. Аны тұпырақ. Anı tıpıra. Ne yardımcı şey. Ha, sen mi geldin mi? Ha. Dada! Ha? Ana, öyle düşünce çok hoşallık bolgan torguluk mağınımış ki demeysizler. Dadağın degili koymadı. Dada, sen kembag'al dehqonlar uyushmasining raisi bo'libsan. Men bu ishlarmidin keyin o'qibdiman. Bu qanchalik ishda qizim, ko'pchilikka boshlamchi bo'lib ishlaydigan gap. Bu muallimning deyishicha ilgarisizlar yilliqcha bo'lib ishlab azob chekib dikansizlar. Huquqdan tamoman mahrum bo'lib dikansizlar. Mana hozirgi ahvolning siyosiy jihatdan qad ko'targanlik haqiqiy xo'jayin bo'lganlik deymiz. Hey? Bu muallim deganing kim? Li Shujining yordamchisi Shavuchu. U hozir tashviqot bo'limining kadri bo'ldi. U bizga naqsha etishni, xat yozishni o'rgatyapti. Voy oqsoqol. Sen dadangni hech nima bilmaydi deb o'ylab qoldingmi? Hozir Chavshanda urush bo'lyotidi. Aksiyatchilar bizni yana Osmonboyning zamonasiga qaytarmoqchi bo'lyotidi. Bu shundaq chog'da men qo'l qo'shtirib bir chetda turamdiman. Fidoyi qismlarimizning Amerika qarshi turib Chavshanga yordam berish uchun mening ko'pchilikni safarbar qilib davlatga oshliqni ko'proq topshirishimmi o'zimizni qo'dg'anlik qilsin. Hey ko'pchilik g'ayrat qilinglar. Yaxshi. Yigitlar yaxshi ishlanglar. G'ayrat qilinglar. Bu yoq tarafga. Bunlar. Bu yoq tarafga. G'ayrat qilinglar yigitlar. Chatoq yo'q. Bunlar. Hey, tağa, siz bunda meğir nersini kötesiniz bulmaydı. Ket başkanı yıkın almışlar. Sizli yigitlerle tam bulamaydı. Dadam degen kembag'al dehqonlar uyushmasining raisi. Yigitlarni qilishmaydi. Qurbataga, eke, bana bir. Nimalarni deydigan sen? Dadamni qara. Uni qishing og'irmasa. Ko'pchilik oz qoldi. Hayrat bo'lma. Vatanimizning nomi Jonghua Xalq Jumhuriyati. Jongo Osiyoning sharqiy qismiga, Tinch okeanining g'arbiy qismiga joylashgan. Chegirisi janubdagi Himolaya tog' tizmasidan boshlanib, Himalaya? Himalaya degan nima u? Ha? Ana, men jug'rofiyadan dars to'liqlayapman. Sen aralashmasan-chi? O'qiyvering. Men bu kitobdagi mush mazmunga bek qiziqib qoldim. Bu degan jug'rofiya sen tushunmaysan. Kompartiya chiqqan kitobli bo'lsa, men hammani anglayman. O'qi. Bu jug'rofiya deganni men anglab boqaychi. sharqda Moxi, Xenonjiang, Osiri daryolari bilan, g'arbda Pamir egizligi bilan chegaralanadi. Mamlakatimizning yer maydoni 9 million 600 ming kvadrat kilometr bo'lib, Osiyo bo'yicha eng chong davlat hisoblanadi. Nufusi butun dunyoning 5dan 1ni egallaydi. U 56 millatdan tarkib topgan cho'ng millatlar oilasidir. Birni puraydi. O't ketibdi-ku. Ishcha taq. Qurbonga kirib, bu yoq chiqing. Bu yoq chiq deymi?
Bizim Tat Osman Bay'la oyunuzluk şəhəmi yak bizni şiş ötübdü. Onu əsli bütün kentlik ot koyatmak şikayetdik. Çaptan bir ala. Muallim! Muallim! Şavu! 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 Muallim! Şavu, siz burun bana. Kichigimdilla öyden chiqib ketgachga ota-onamning chiroyi esimda yo'q. Bu yerdagi sotsialistik qurilish amalga oshganda yurtimga qaytib ko'rib kelaman degandingiz. Şah, biz sizni en güzel tuproqqa taklifimiz. Xuddi o'z yurtimizga qaytgandek his qilasiz. Şavu aka, siz quyosh, siz kamzimi? Siz bizdan yoshli ayrilib ketdingiz. Biz sizni mangu unutmaymiz. Şavu, sen şuncha yıldan beri yenimde işleyen edin. To'satdili qurban bo'lding. Bu reallikni faqatli qabul qilolmayapman. Sen mening yaxshi sabdishim, yaxshi qarindishim. Xotirjam yotqin. Bu darsning mavzusi bizning doimiz mavjushi. Mavjushi Xunan o'lkasining Shovshan yezida dunyoga kelgan. Ularning oilasi ajdodidan tortib dehqonchilik qiladi. Mavjushi Mening deganim to'g'ri ekan. Mavjushimi dehqon oilasidan kelib chiqqan. Uning yuragi mening yuragim bilan o'xshash. Uningda dehqonga xos yurak bor. Şavu akamning deyishicha, rais Mavzudun Beijingdagi Jungnan Xayda kun chiqqan tarafda turadi ekan. Beijing shiraqmi? Yiroq emas. Kun chiqqan tarafda da o'tadi-ku. Kentning sharq tarafiga to'g'ri keladi. Vay. Hazır kinonu başlaymayız. Azadlıq yaxshi kunga erishdik. Qo'sqimiz to'ydi. Kinomi ko'ralaydigan bo'ldik. Gap qilsanizchi, shaharliklarda jim o'tirib kino ko'rsatib bo'lmam. Emis o'zingizchi. Meni gap qilma deb qo'yib, o'zingiz gap qilyapsiz-ku. Sosyalizm kuruş kadimi gün seri tezleşmekte. Ketdimi? Nima Şarkıda amızın sosyalizm kuruş kızgınlığı düş görüp, tosalıksız evrimge aylandı. Bu yılın ahırda yergilide kadirlik dahimiz Mavcuşi, keng yezlanı arlap gözünü göçürdü. Huangzi vadisi de onun hayat izleri kaldı. Mavcuşi bağlı yerde Mavcuşi, keng kadir Mavcuşi. Huangzi'nin kızgın karşı elçini erişti. Kişiler ısıp oynat nakşi eğitip, şartlı çümüp, olup kaçkan çıkkanlık bilen Mavcuşi kurağın hürmetini hem minnet tartımını bildirdi. Bu kutunun içine acaba nurgun adamına bana dekin ha? Oğlum, hazırlık kayıp gidemizle. Evet yana Şerif kentki barımız. Hem kentki barımız. Evet de, kinonu evet koydan gepken ko. Bugün geçten bir sana bir ama ha? Kino koyu verin. Ben yerim gitmişle. Uy, karama. Terlip gitmişiz. Benim ayağım çok karanla. Poloğu ben usta. Sirege toğu göğüşü besip uğuştu bir polo itpesin ha? Kadak. Bardağın sile. Oğlum
birleş kadimi gün seri tezleşmekte. Keng halk omisining yeni Cumhur kuruş kızgınlığı gün seri aşmakta. Bu yılın aldığı 20 yılında kadirlik dahimiz Mavcushi keng izlarını aralap gözünü göçürdü. Huanghe vadasida onun ayak izleri kaldı. Mavcushi bağalı yerde keng kadir ommining kızgın qarshi elishini erishdi. Kişiler usul oynab nakshi deyishib, Mavcushi bo'lib toshgan iftorlik bilan Mavjushiga bo'lgan hurmatini ham minnatdorligini bildirdi. Mavcushi qani? Mavcushi! 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 Mavcushi qani? Mavcushi! Ne bo'ldi? Ne bo'ldi? Men aytdilar. Lishujiga Beijingga berib, Mavjushi bilan ko'rishib keladiganligimni aytman. Nima? Siz Mavjushi bilan ko'rishmoqchimi? Shundaq. Nurg'un odamlar berib uning bilan ko'rishsa bo'ladi-ku, yo'q. Men ko'rishsam bo'lmamdi-ku. Bu asta Qurban tag'a, bu undaq oson ish emas. Qani. Ha. Siz avval o'tiring, ha? O'tiring. Lishuji, Beijingga berishqa bir hujum non ilib olsam yetami? Ne dediniz? Beijingga itizning ishlari tugadi. Mevchilarmi pishib bo'ldi. Mavjushi bilan ko'rishga boray. Eshak bo'lgandan keyin nagili borsam bo'laverdi emasmi? Qurban tag'a, Beijingga eshakka minib bormoqchimi? To'g'ri. Ilgari o'ylashqimi bitmaydi. Lekin bu dunyoda eshak bilan bog'liq bo'lmaydigan nima bor deysiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom, Qurban tag'a. Qurban tulum. Ne bo'ldi? Putunuzdan jeni qalmadı bu nima? Nemişqa əmdi keldiniz? Yurttaşlarning hammasi Beijingga boramiz deyishwatıdı. Ularning deyishçe siz bararlığa yerga ularni baralaydı ekan. Bunu tuzlar. Hey! Tövende turgan quluq uzun birodarlar. Bana mening gaplarimni qulug'inglarda mahkam tutinglar. Lishujining aytishicha, Beijingga berish uchun 40 jangaldan, 40 qumluqdan, 40 tog'dan, 40 daryodan o'tadi ekan. Lishuji yana Mavjushi dunyodagi eng oldirash odam dedi. O faqat birli vakil bilan ko'rishidi ekan. U bo'lsa-mu men Qurban tulum. Bayatim beri davatgan gaplarim qulug'inglarga kirgandi. Qurban tag'a, yo'l shuncha uzun tursa, o'zingiz yolg'iz mangsangiz, qolmasiz. Qurban, men sizga birga hamroh bo'lib boray. Zerikkan ravobni shundoq chaladigan bo'lsam, eshigingizmi usul o'ynab ketadi. Mavjushiya sen tanimasa, sen bag'am bilanmi seni qabul qilarmi? Ko'pchilik bo'ldi gap qilinglar. Buni ko'rdinglarmi? Qaysinglar yana qalaymaqan gap qiladi ekansizlar. Qo'limdagi mush yig'ni bilan og'zinglarni tikib qo'yman. Hammanglar g'araz o'qidigan odamlar. Lishuji eg'iz ochgan ekan. Endi qolganlarimizning qalaymaqan gap qilishimizning hojati yo'q. To'g'ri dedimmi? Shundaq bo'lsin, qaytib ketinglar. Qurban tag'a, to'xtab turing. Nima ish bo'ldi? Nog'irchag'in kim? Shig'in ochdik, ichib bo'ldik. Shig'in ochdik. Ichib bo'ldik.
bildim. Tağa, bizning qo'shinmo ishkirdan chiqib kech kunduz demay, otliq, mashinaliq, piyoda bo'lib 3 oydan ko'proq yo'l mengib, andin Shinjonga keladigan. Nurg'un odamlar qumliq bayovalarda qurbon bo'ldi. Urushda o'lmay yo'lda ketib qolganlarmi? Nihoyat nurg'un. Men hech ko'rib boqmagan deb o'ylab qolma. Boyagi to'gichilik qilgan chog'larimda nurg'un yo'llarni besib o'tganman. Beijing sizning tasavvuringizdan ko'p yiroqda. Beijing osmondami, yer yuzidami? Albatta yer yuzida. Shu emasmi? Beijing yer yuzida bo'ladi ekan. Bir oyda yetib boramsam, 2 oyda boraman. Qisqasi, hamon bir kun yetib boraman. Mana qarang, hujunda liq namba. Faqat suli bo'ladi ekan, har qanday yiroq yerga yetib bora olmayman. Hey, menga ishonmay o'tiribsiz? Eshakka meni Beijingga bog'lib bo'lmaydi, tağa. Amsa keriyaga sizlar qanday kelgan? Ha? Boy o'zingizmi dedingiz-ku? Tağa, gapimni anglasangiz-chi. Tağa. Asta. Kesh kirib ketyapti-da, tağa. Sizmi oldingizga mangmang. Menmi kaynimga yonmay. Ikkimiz o'stan bo'yda tunayli. At yo'lga chiqayli. Bo'lamdi? Beijingning qayerda ekanligini bilamsiz? Sharqda, quyosh ko'tarilgan tarafda. Beijingning shahar qo'yqida nechisi bor? Shahar kirgandan keyin qaysi tarafga mangsiz? Jongnanxayga borgan taqdirdimi, ular sizni tonimasa, ichki kirgizamdi. Hey, nima ish meni kirgizmaydi? Siz bizga endi sizlar xo'jayin bo'ldinglar degandingiz-ku. Bo'ldi. Uxlayli. Bo'lamdi, ha? Uxlayli. Mavjusi bek aldirash. Nima aldirash? Sizning aldirashligingiz Mavjushining aldirashligiga o'xshamaydi. Nari o'xshamaydi ekan. Siz bizga mavjushini bizga o'xshash normal odam degandingiz-ku. Ha? Bo'ldi, uxlayli. Shuji. Rayondan telefon kelibdi. Mushu 3 kun ichida qattiq boran chiqadi ekan. Qurbon tog'am ishqinlarni darhol qaytib kelsin deydi. Ma'qul. Men bilan menglar. Cho. Hop. Hop.
bilishmisiz? Men Şinjanning Kiriya nahiyasidagi bir Uyg'ur dehqon. Sizni men har kun sevinaman. Siz evetken Li Shujining aytishicha, sizmi dehqon oilasidan ekansiz. Demak, ikkimizning ko'ngli bir degan gap. Ya, dehqonning jini. Siz yerlarni bizdek nomrat dehqonlarga bo'lib berib, ko'nglimizdagi ishni qildingiz. Davom etchi. Men usul yaxshiroq bo'lganda bir seg'in kalli setib obdaroq boqaymikin deyman. Shunda qilsak, 2-yili mo'zaylasa, 2-3 yilda bir necha kallilik bo'lsak, kunlarimizmi yaxshi bo'lib ketadi. Kent bizni birlikda o'g'it yig'ishga chaqirdi. Bizning bu yerdagi qo'mishliqda nurg'un o'g'itchiq qilib bo'ladi. Bu Keriya degan joy. Dada, Keriya degan joy qayerda? Bir qara. Bu sizning Ruan Shisha degan she'ringizdagi barcha al shodlikqa to'ldi. Uyami bor bu nag'mada degan joy. Shu emasmi? To'g'ri. U yer Beyjingdan bakli jiroq-ku. Shundaq. Aminiya davrida Laozi ko'p kalini menib qo'qtin chiqqan ekan. Rivoyat qilinishicha, uni Kiriyaga kelib, shu yerda bir madaniyatlik yezi qurib, o'zining axloq nazariyasining sinab o'rni qilganmish. Qaraganda bu oqsoqolning duvat qalamdanmi? Xeyli xabar bor ekan-jimi? Bundaq amaliyatchil bo'lmoq oson emas. So'zlari to'limi yo'lliq. Namatig'imi bekor chiqmaganda? Bu nadabnoma Yevropalik Mo'rning utopiyasi. Kompaniyalarning Quyosh shahri degan asarlardan 2000 yil ilgari yozilgan. Qaraganda bu Keriyalik do'stimizni sal chog'lig'ili bo'lmoqdak. U intayin g'oyilik odamkan. Bu Hubovlining so'z o'yini yaxshimikan? 那就是喊你呢。哦，我姓卞，叫赵总。 Amma Li Shuji, Qurban tog'ini 2 kundan beri bakli jidal qilib ketyotdi deb angladim-ku. siz uni qumliqdan tortib chiqarib akagandan boshlab, u har kuni sizni o'zgarib ketibdi. U mening qarindoshim emas deydigan bo'lib oldi. Nima? Men o'zgarib ketibdimanmi? Li Shuji, tinchlikmi? Yaxshimisiz? Tunigan kechda kent boshlig'i kooperativning gapini qilib, Osmonboyning o'g'lining qatnashdiganligini dedi. Uni qilib berdi. Onun qeydab e'tiborini qaramamsiz. Kent boshlig'i bu ishni sizning topshirganligingizni desa, men Beyjingga berib, uning ustidan Mavjushiga arz qilaman deb turib olyapti. Qurbanaxon. Tog'a, Siz o'zgarib ketibsiz. Siz boylar tarafga o'tib ketibsiz. azguchilasini beaqdir oldi. Lekin ularning bolalarida gunoh yo'q-da. Ularmi normal turmush kechirishi kerak. Ularning yashash huquqi, tarbiyalanish huquqi bor. Ularmi bizga o'xshash odam. Osmonboyning ajdodidan avlodigacha hammasi zo'migar bo'lmishik. Ular bizni odam qatorida ko'rib boqmagan, bizning huquqimizni tanib boqmagan. Li Shuji, siz o't bilan suvni bir yerda qo'yyapsiz. U sizni boylar bilan chiqish bilib, bizdek nomrodlarni chetga qayirib qo'yamdikin deb ansiravatdi. Shava, amma tog'a, bu ikkisi ikki ish, ha? Bu ikkisi ikki ish. Ishonmayman. Boyning qishig'i. Bu nima qilganingiz?
kirib kel. Sen kim? Bu yerga nima qilib kelding? Men hojatxona izlab kelgan. Nima? Bu yerda hojatxona nima ish qiladi? Odam qayraganda pat-pat taratqizda ekan. Qara o'g'lim. Bu atrofda hojatxona bormi? Bu atrofda hojatxona yo'q. Bu yerdan darhol ket. O nima ish qilgan odam ekan? U qayerga bu yerga hojatxona izlab kelibdi ekan. Hojatxona izlab kelibdi ekan. Ehtiyot qil. Bundan keyin odamlar bu yerga xohlagancha kirib chiqmasa ma'qul. Talha, bu qaytib yana xizmat ko'rsatdingiz. Dastlabki aniqlashlar qaraganda ular bir milliy Tağa, çay içip ele. Hojatxona qayerda? Alt tarafta.
Hey, sizler bir yerden iş kılmakçı. Biz bak, çaşkan tutmakçı. Bu yerde çaşkanla bek köpke. Oh, keyri. Sen yine hacethanı izlep geldin mi? Esma, Neşe. Oya. İş kim kine? Hey hey! Maşinni to'xtatinglar. O mening eshigim. O degan dunyodagi eng yaxshi eshak. Maşinni to'xtatinglar. Qurban tağa! Qurban tağa! Qurban tağa! Mavcushi sizga javob xat yezibdi. Bu ne? O'qib ber. Bu merkez ishxonasining mavjushiga vakolatan qaytirgan javob xat ekan. Buningda Akilingdan o'qi. siz o'qing. Mavjushi xetingizni topshirib elib nayt xush bo'pti. U yana sizni ishlab chiqarish bilan shug'ullanishga rag'batlantiribdi. Shinjongdagi yashanganlar cheparqutni yaxshi ko'rdi deb sizga 2 top cheparqut avatibdi. Mavjudchi, bana sovg'a avatibdimi? Ay, u xatda yana nimalar yozilibdi? Qurbonni Bejingga yig'inga chaqirtibdi. O yig'inda nima deydi ekan? Mamlakatlik emgak namunchilari yig'ini. U yig'inga qatnashganlar mavjudini ko'ralamdi ekan. Men bilmaydi ekanman. Albatta ko'rishalaydi-da. Tağa, mavjushi xetingizni topshirib olgandan keyin bizga bu traktorlarni sovuq qilibdi. Bundan keyin o'g'il to'playdigan, yer ag'diradigan ishlarga 3 sarf qilmasaqmi bo'ladi. Mavjudchi, dehqonchilik ishlarimizning jabborliq ekanligini qandoqmi bilgandir? Berib ko'rib beqi. Hayda. Bugünküde xo'shallik kunlarda yana nimani o'ylayapsiz? Nimani o'ylaydim? Tezroq Bejingga berib, Mavjudchi bilan ko'rishsam bo'ladi. Ha? Ya'ni eshakka minib bog'ingizdan o'xshamamdi, ha?
1958 yılı 6. ayının 28. günü Beijing. Yaşasın Mavguşi! 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 Keriyadan Qurban Tulum isimlik bir Uyg'ur dehqon kelmoqchi edi. O keldimi o? Tamam, Mavguşi sizni chaqiryapti. Siz Qurban Tulum bo'lamsiz? Ha, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz xetingizda bir seg'in kala setib olganligingizni aytib ekansiz. Kalangiz tug'dimi? Tug'di. Hozir cho'ng bo'lib ketdi. Yaxshi. Hozir fan texnikaga yurish qilyapmiz. Siz fan texnikaga tayansangiz, uyingizdagi kalangiz bir ketimdala 2 ni, hatto 3 ni tug'di. Qizim o'rta maktabga chiqdi. Men uni fan texnika o'rgansinmikin deyman. Yaxshi bo'pti. Hey, sizmi o'rganing? Menmi? Ha? 70 yoshga kirib qoldi. Bo'lmasmikin? Odam degan qiyrigan siri o'rganish kerak. İlim fanni egallagandala ishlab chiqarishni rivojlantirib, andin ro'naq topqini bo'ladi. Siz qandaq? Hozir men bu ilim fanni o'rganyapman. Biz birlikda o'rganaylik. Sizningcha bo'lamda? Birga o'rganaylik. Men sizdan o'rganaman. Men sizga xat yozaman. Siz menga xat yozing. Bo'ladi. Bugun bu yerda shuncha ko'p vakillar turibdi. Andaqda gapimiz gapchimi? Ma'qul. Siz bana vakaleten yurttaşlara salam ayting. Şinjandagi har millat xalqiga salam ayting. Ma'qul, ma'qul.直到。